men bitta konsultatsiya qildimda bitta qizni. Konsultatsiya qilib boshqa savol bilan qildim. Lekin aytdi orada men munosabatda mana shunaqa holatda hozir turmush o'rtog'im menga xiyonat qilgan bilib qoldim. Ya'ni boshqa ayollar bilan yozishganini bilib qoldim, ko'rib qoldim. Menga juda ham og'riqli bo'ldi deyapti-da. Lekin hozir bu temani ishlamoqchi emasman, boshqa savolni ishlamoqchiman, orada aytib ketdi. Boshqa savolni ishlamoqchi-da, yana orada mendan so'rayapti. Qarang, anaqa qilmoqchiman-da, ozgina o'zgarmoqchiman-da. Kechki payt o'zimni boshqacharoq tutmoqchiman. Anaqa o'zimga penuarlar olib bermoqchiman-da, anaqa ayolligimni oshirmoqchiman deyapti-da. Endi qarang, tasavvur qiling. O'zi erkak xiyonat qilib o'tiribdi, bu bir. Ikkinchidan, ayol his qilmayapti bolada o'rnini borligini. Bundoq olib qaraganda, mana erkak ayol juftligida ayollikni butun funksiyasini ayol ko'tarib o'tiribdi uyda, bajarib o'tiribdi, farzand tug'ib beryapti. Uni farzandlariga vaqt ajratyapti, tanasidan energiya ajratib, u farzandni yaratdi, oilaga qancha mehnat qilgan, uni borligi, hayoti, umri, energiyasi uni qadriga yetmayapti-da. Uni shundoq yopib, o'rniga bitta boshqa ayol qo'yib, demak erkak bu ayol bilan munosabat qilyapti. Ayol buni his qila olmayapti-da. Men yana penuar kiymoqchiman-da. Senga qulayroq bo'lmoqchiman yana. Ya'ni munosabatdagi, mana sevgi o'lchamidagi munosabat emas-da bu. His qila olasizmi? Ayol kishining o'ziga bo'lgan hurmati, ayol kishining o'ziga bo'lgan sevgisi past bo'lganda munosabatli sevgi o'lchamida bo'la olmaydi. Ayol bu savolni ishlamoqchi emas. Ya'ni erkak uni borligini, qadrini, sarflagan umrini, hayotini shundoq o'chirib, o'rniga boshqa ayol qo'ydi. Va ayol mana shu ketgan qadrini hurmat qilib, uni to'g'rilab joyiga chiqarish ustida ishlamoqchi emas. Nima qilyapti? Penuar kiyib, yana erkakka nima bo'lib bermoqchi? Qulay bo'lib bermoqchi. Men ayolga aytdim, xo'p, siz bu savol bilan kelmagan ekansiz, lekin bu savolingizni ishlab oling. Juda katta narsa ketyapti bu yerda. O'zim anglashga keldim degani bu yetarli bo'lmaydi. Ya'ni anglashga keldim, penuarlar kiysam yaxshi bo'lib ketadi. Endiga kirmaydi-da bu. Ayolga aytdim, yetmaydi bu anglashingiz. Juda past to'lqinda anglash bu. Ishlab oling dedim, boshqa tegmadim, chunki bu savol bilan kelmagan. Endi tasavvur qiling. Munosabat, biz gaplashamiz, yangi davrda faqat sevgi asosida bo'la oladi. Sevgi degani bu ikkita insonni teng mas'uliyatni olishi, bir-biriga bo'lgan asl sevgi. Kimmadir munosabatda jabr ko'rayotgani bu sevgi emas. Ya'ni jabrlanayotgan ayol erini seva olmaydi. U faqat alam, nafrat jo'natishi mumkin, chunki energiya sarflanyapti. Obratno qaytmayapti u energiya. O'chirib tashlab, bir tiyin seni energiyang deyapti. Ya'ni borliqqa berilgan energiya qaytib kelmayapti. Ya'ni qaytish qaysi ma'noda? Erkak vaqt ajratishi, uni erkalashi, unga xohishlari bilan qiziqishi, u bilan vaqt ajratishi, pul berishi, bularni bermayapti, boshqa ayolga ajratyapti. His qila olasiz, bu ayol bularni ko'ra olmayapti-da, ya'ni asl turmush o'rtoq buni ko'ra olmayapti-da. Moslashmoqchi bunga, bu vaziyatga. Yana erkakka chiroyli penuarlar bilan nima deydi, qulay bo'lib bermoqchi. Bu munosabatdagi juda katta, o'zi shundoq ham savol yechilmagani hisobiga bu vaziyatga kelib turgan, bu ayolni bu harakati munosabatni yana pastga tortib yuboradi-da. Tushunishingiz kerak, mana shunaqa savollar kelganda ayol to'g'rilab olishi kerak o'zini o'rnini, rolini. Munosabatdagi bu holatlar ham munosabatdagi sevgi borligini anglatmaydi. Ya'ni ayol butunlay energiyasini, vaqtini, umrini qadriga yetmayapti-da, o'ylayapti, yechim penuarda. Penuar kiying, siz borliq qonunni buzyapsiz, u yerda sevgidagi munosabat bo'la olmaydi. Ya'ni nima demoqchiman bu bilan? Munosabatni rivojlantirish, garmoniyaga keltirish, bu his qilishingiz kerak. Har bitta aspektda munosabat to'g'ri ketyaptimi, o'rinli ketyaptimi? Bularni his qilib, bularni joyiga qo'ymaguncha munosabatdagi sevgi o'lchami haqida gapirmasa ham bo'ladi va har safar endi ayol jabrlanuvchi bo'lib beraversa, munosabatda transformatsiya kelaveradi. Ya'ni yangi davr ko'tarib boradi bu savollaringiz. Munosabatda uyg'unlik yo'qmi? Shuning transformatsiya kelyaptimi? Ishlanilmagan savollaringiz o'sha joyda. Ya'ni ayol sifatida o'zingizga bo'lgan hurmat, qadr hislari ishlanmaganki bu savol kelyapti. Endi rollar va pozitsiyalar to'g'ri bo'lmaganda munosabat garmoniyada bo'la olmaydi, rivojlana olmaydi-da. Rollar va pozitsiyalar to'g'ri bo'lmasligi bu qanaqa? Eslab o'tamiz, men juda ko'p efirlarda bularni aytganman. Deylik, ayol qachonki eridan ota yasab olganda, ya'ni hayotini butunlay javobgarlikni eriga topshirib qo'ygan, qayerga boradi, nima qiladi, nima ichadi, nima kiyadi, nima xohishi bor, nima tanlovi bor, bularni hammasini eriga tashlab qo'ygan. Eri qaror qabul qiladi. Eri sen bugun mana shu joyga borasan, mana shu joyga bormaysan, sen mana shu kiyimni kiyasan, mana shu kiyimni kiymaysan. Eri aytadi, mana shu harakatlarni qilasan, mana bu harakatlarni qilishga ruxsat yo'q. Men bugun uyga mehmon olib kelaman, sen ularga qaraysan. Mana shu kuni qaynona onamni uyiga borib xizmatini qilib berishing kerak. Bu degani erkak ayol munosabati emasda. Ayol to'liq hayotini javobgar. Ya'ni puli ko'payish, erkakning puli ko'payganda ko'payadi, ko'paymasa bu ayol ham o'shanga moslashishga majbur. Ya'ni shaxsiy daromadini o'stirish, o'zini shaxs sifatida ochish, ongini kengaytirish orqali hayotiga nimadir imkoniyatlarni olib kirish, hayotiga javobgarlik, ular haqida o'ylanmayapti, olinmayapti javobgarlik. Bu degani ayol bu joyda turmush o'rtoqni ota roliga qo'yib qo'ydi va mazza qilib u yashamoqchi. Ota hamma narsani qilib beradi, ayol bu yerda tayyor
ota qilib berayotgan imkoniyatdan foydalanmoqchi va bu sevgidagi munosabat emas. Agar munosabatingiz ota va qiz rolida bo'lsa, yangi davrda bu munosabatlarda, ya'ni munosabatingizda savol tugamaydi demoqchiman. Og'riqli vaziyatlar kelaveradiki, toki sevgi o'lchamiga olib kelib olmagunizcha. Ko'pchilik normal qaraydi bu holatga, ya'ni ota-qiz munosabati bor ekanda, men shuni anglab qoldim deydida, uni to'g'rilashga harakat qilmaydida, yuraveradi. Mana shunaqa munosabat bor ekan bizda. Munosabatda ketaveradi transformatsiya, hayotda ketaveradi transformatsiya, ya'ni ma'lum bitta jarayonlarda buzilish, ma'lum bitta jarayonlarda balansda bular ketaveradi, lekin ayol bularga qaramaydi. Menda bor ekan deb yuraveradida, ya'ni bunaqa qilinishi kerak emas. Siz bildingizmi-da, erkak ayol munosabatida siz qiz bola roliga, ya'ni u ota, siz unga qizaloq roliga tushib qolganingizni bildingizmi? Buni to'g'irlash ustida ishlanishi kerak. Bu borligi, bu sevgida qurilgan munosabatga kirmaydi. Ya'ni boshidan beri mohiyat shuki, biz sevgida qurilgan munosabatlargina endi rivojlanadi, bu haqida gaplashamiz. Munosabatlar transformatsiyalanayotgan bo'lsa, demak bu yerda qandaydir buzilish bor. Bu buzilishlarni ochib beryapman sizga. Bu qachon bo'ladi ayollarda? Va qanaqa to'g'irlash kerak buni? Qachon bo'ladi? Otaga qattiq nafrat bo'lganda, ya'ni otaga qattiq nafrat bo'lganda ayol kishida men yoshligimda yashamadim deb hisoblaydi. Otam menga berish kerak bo'lgan mehrni bermadi, otam menga berish kerak bo'lgan imkoniyatni bermadi. Men bolaligimda yashamadim degan hisda yashaydi va turmushga chiqqandan keyin ana endi men o'sha bolalikni qayta yashayman deb turmush o'rtog'i unga anaqa sovg'a berganda, pul olib kelib berganda, uy uchun, oziq-ovqat uchun ma'lum bitta harakatlar qilganda, u energetikda yoki ong ostida otani ko'radida, ota qilib berayotgan harakatlardan to'yinib yashayotgan bo'ladi. Va mana shu bola pozitsiyasida qolib ketdingizmi, nima bo'ladi keyin? Turmush o'rtog'i oldida bola pozitsiyasida qolib ketilganda, albatta u erkak ayolni qidiradi. Unga ayol kerak, siz bilan gaplashish qiziq emas. Chunki tasavvur qiling, qaysi 40 yoshli erkakka 5 yoshli qiz bilan gaplashish qiziq bo'ladimi? Bo'lolmaydi-da. Chunki 40 yoshli erkak 5 yoshli qizga pul berishi mumkin, uni erkalatishi mumkin. Kayfiyati yaxshi bo'lib qolganda, uni yuzidan o'pib, keyin ketadi-da, o'ziga qiziq bo'lgan ishlarga ketadi, qiziq bo'lgan harakatlarga yoki qiziq bo'lgan ayollarga ketadi. Agar munosabatingizda bor bo'lsa-da, mana shunaqa o'tirib gaplasha olmassiz, suhbatlasha olmaysiz, bitta umumiy mavzu yo'q oilada. Yoki doimiy janjal, doimiy sizga nimadirlarni chegaralaydi, doimiy nimadirlar qilmasligingizni ta'kidlaydi. Bular bormi? Siz ota bilan ishlaysiz, ota bilan to'yingan, ota bilan ishlab, otaga to'yinganingizni tan olasiz va ota bilan ishlangandan keyin ayol his qilishi boshlaydi ulg'ayganligini va endi uyda unga ota kerak emasligini, uni otasi borligini. Agar ishlanilmagan bo'lsa, munosabatda mana shu holat davom etaveradi. Ya'ni gaplasha olmaslik, bitta joyda o'tira olmaslik, u sizga pul bera olmaydi. Pul berayotganda nima uchun berayotganligini so'raydi, qayerga ishlatishingizni so'raydi, tekshirib beradi, nazorat qilib beradi. Ya'ni aniq ishlatdingmi-da, erkinligingizni bermaydi. Mana shunaqa savollar hal qilinmaydi.